Hozirgi nafas olishingiz tekin deb o'ylaysizmi? Aslida buning qadrini faqat o'pkasi kasal bo'lgan odamdan so'rang. Bir daqiqa to'xtang. Hozir qanday nafas olayotganingizga e'tibor bering. Hech qanday urinishsiz, hech qanday to'lovsiz, shunchaki o'z-o'zidan. Siz nafas olasiz va hayot davom etadi. Biz buni shunchalik odatiy hol deb bilamizki, hatto bu ne'matni payqamaymiz ham. Lekin bir lahza havo yetishmay qolsa, butun dunyo boyligini bersangiz ham o'sha bir qultum havoni qaytarib ola olmaysiz. Bu havo Allohning sizga har soniyada yuborayotgan tiriklik xati. U har bir nafasda sizga hayot beryapti. Tanangizdagi har bir hujayra shu havoga muhtoj. Har bir hujayra Allohning qudratiga tasbih aytib turibdi. Biz esa shu havoni yutib Allohga isyon qilamiz. Bu naqadar achinarli, shunday emasmi? Bir kun keladi, o'sha oxirgi nafasimizni olamiz. O'sha paytda burnimizga kirayotgan havo to'xtaydi va biz bu dunyoni tark etamiz. O'lim bu nafasning tugashi emas, balki haqiqiy hayotning boshlanishidir. Siz hozir olayotgan har bir nafasingiz bilan qaysi dunyoga tayyorgarlik ko'ryapsiz? Nafasingiz Allohga shukr bilan to'layaptimi yoki g'aflat bilanmi? Unutmang, har bir nafas bu oxiratga yaqinlashuvdir.